Endi devoringizga 100 ming so'm sarflab travertin qilishingiz shart emas. Xuddi shunaqa 3D bloklarda olasiz, devoringizga terasiz, fasadingizni cho'tki bo'lib sizga xizmat qiladi. Assalomu alaykum ahli YouTube, biz sizlarga bugun ko'p savollarga, ya'ni Instagramga chiqargan videoyim shunaqa ajotaj bo'ldi. Ya'ni bu 3D blok bo'lmaydi, xullas nima deydi, Urgumcha iso boradi. Xullas shunaqa gaplar bilan shunaqa negativlar bo'ldi. Oxiri va nihoyat men akamizni yoniga keldim. Shu 3D bloklarni ishlab chiqarishi joyiga keldim. Mana ko'rib turibsiz, atrofda ko'rsatib yuborgan operator. Shuncha blokni akamiz chiqarib, 5 yildan beri shu blokni chiqarar ekanlar. O'tgan yil chiqardim, bilan chiqardim. Xullas shunaqa ajotaj bo'ldi. Aka buni manzili qayerdan, nech pul biz olsak bo'ladimi, dastavkasi bormi deganlarga xudo xolasa. Va nihoyat bugun nasib qilgan ekan, shu joyga keldim. Haqnazar akam o'zi mana videoga chiqishni to'g'risi hamma ham xohlavermaydi. Shu sababdan videoning orqasidan men savol beraman. Haqnazar akam meni savollarimga sizlar tomon bo'lib savol beraman, javob beradi. Haqnazar aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Haqnazar aka, ko'pchilikka bu shlaka bo'lib juda ham yoqdi. Ko'pchilik bu chiqargan videoyim bu qayerda, bu qanaqa O'zbekistonda yangilik deb chiqarganim uchun ko'pchilik bilmas ekan aka. Buni razmerlari qanaqa, oddiy g'ishtdan nima anaqasi bor, qanaqa yaxshimi, o'shani haqida sizlarga savol beraman. Savolimga javob bersangiz. Xo'p, razmerlari o'zimizda oddiy bloklar bilan bir xilmi aka? Bir xil. Razmeri bir xil, 19 ga 39 bo'ladi aslida blokda chiqarishi. Qolipda 20 ga 40 deyshadi. Xo'p, ko'pchilik aytadi 20 ga 40 deydi. O'zi aslida qolipda razmeri 20 ga 40 bo'lar ekan. Lekin qolipda razmeri bu quyilib chiqqandan keyin 19 ga 39 bo'lib, xuddi shunaqa bo'lib quruq bo'lar ekan. Ko'pchilik aytadi, "A bu unaqa 1 sm aldayapti." Unaqa emas. Haqiqatan qolipda razmeri o'zi 40 ga 20 ekan, lekin buni quyib chiqqandan keyin buni o'zini qurigandan keyin tortishsangiz 1 sm dan farq qilar ekan. Xohlasa mana operator keling, mana ko'rsataman hozir bir. Ya, jang shunaqa ekan, shunaqa bo'lar mana. 39 mana. Bu tomoniga mana shuna bo'lib chiqadi. Bu mana bu tomonni ko'rsatay, 19 da bu tomoni bu 3D'ligiga mana 19. Bu 3D blokni afzalligi xullas endi devoringizga xullas travertin torttirmaysiz, oblisovkadan terdirmaysiz. Xuddi shu blokdan olib borasiz, xohlagan joyingizga xuddi shunaqa qilib rangli xuddi shunaqa qilib ursangiz devoringiz cho'tki chiqadi. Urgan joylarini videolari ham bor. Uni hozir mana video davomida ko'rib kelsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa devorlarda o'zimizning mahallagami, boshqa mahalla hamma urgan joylarini ham mana videolari bor, ko'rib turibsiz. Urganda ham cho'tki chiqadi. Hech qanaqa buni qiyin joyi yo'q bo'lyapti. Buni Haqnazar aka oddiy usta shlaka bo'lib yurgan ustalar ham uraveradi aka. Aha, oddiy odam ham uraveradi buni. Faqat chizig'iga qarab turib ursa bo'laveradi. Shu joylarga mana xuddi shu buni nimaga 3D blok desangiz, keling operator mana 3D blok degan mana model ko'rsataylik mana. Bu o'zimizning oddiy jaydaricha shu to'rtburchak blokimiz. Bunisi esa o'sha 3D blok degan joyimiz. Buni razmeri bir xilda, faqat shu joydan bu joyga xuddi shunaqa bo'lib 8 burchak bo'lib qolipida xuddi shunaqa quyilgan. Buni stenasi 207 bo'lar ekan, buniki qalinroq bo'lib 3 sm bo'lar ekan. Xohlasa mana endi metrimizdan mana 207 mana. Bunisi esa to'liq 3 sm bo'lar ekan. Shunga ham e'tibor berasizlar. Bu boshqa o'zimiz oddiy bloklarga qaraganda mustahkam bo'lar ekan. Aka, buni xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramizmi aka? Aha, dastavka qilib beriladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Dastavkasi ko'tarsa bo'ldi odam. Nimaga desalar, bu tosh birinchi o'chirda og'ir bo'ladi. Misol ko'pchilik vohadan so'radi. Andijon, Namangan, xullas hamma yoqda aka bormi? O'zimning nomerim qo'ymaganim sababli Haqnazar akam bugun topdim. Xudo xolasa nomerlarni qo'yib beramiz. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Manzilda ham aytib ketamiz, faqat oxirida ko'rib turasizlar. Bu dastavkasi deganda qani o'zimizni vodiyga bo'ylab Farg'onada bo'lsa, misol uchun o'zimizda Oltiariq, Namangan, Andijon shu joylarga bo'lsa, xotirjam qilib bersin, lekin vohaga o'zlari olib ketishadi deyapti. Nimaga desangiz, bu juda ham og'ir. Chunki misol uchun 10 ta 15 tasi ham, 100 tasi ham ashincha yuk bo'lib ketadi. O'shaning uchun vohadan ko'rib turganlarga nima desam, 3 ta 4 ta odam bo'lib bitta furani zakaz qilsalaring, bitta furada nechta kelsa, o'sha furaga yuklab jo'natib beramiz. Yo'l kirasini o'zlaring to'lab olasizlar yuklaringni. Yo'q, menga o'zimga bitta fura kerak bo'lsa desam, u juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki misol uchun yo'l kirasi misol uchun arzonroq tushadi misol uchun. Chunki misol uchun 100 ta 200 taga buni vohaga yetkazib olib borib juda ham hozir muammo bo'lyapti. Chunki misol uchun bu tosh og'ir, yengil narsa emas-da, buni jo'natib oladi. To'g'rimi, Haqnazar aka?
O'shaning uchun dastlabkasini kelishilgan holda qilib beramiz. Atroflarga xudo xolasa, o'zlari xolasa agar shu atrofda bo'lsa kelib ko'rishlari mumkin. Yo'q, menga misol jo'natib beravering, men ishonaman desa, bemalol telefon nomeriga aloqa chiqib, so'rashlaringiz mumkin. Mana hozir qo'yayotgan joyiga misol uchun bemalol ko'rsalaring bo'ladi mana. Bunisi ranglisi, birinchi o'rinda. Bunisi rangsizi. Xohlagan haq nazariga xohlagan rangda quyib beraverasizlar bemalol. Bemalol xohlagan rangda. Qanaqa rang kerak desalar, misol uchun qanaqa rang kerak bo'lsa, haq nazar akamga aytsalaring, misol uchun menga sariqmi, qorami, yashil, ishqilib dunyoda nechta rang bo'lsa, shu rangda bemalol haq nazar akam sizlarga quyib xizmatlaringni qilib beradi. Xo'p, bu bunaqa blog ham bor, ya'ni bu anaqasiga bu haq nazar aka bu. Tumbasiga. Tumbani razmeri menimcha hamma yoqda bir xil bo'ladi, turma razmeri. Hamma yoqda bir xil bo'ladi. Xohlasalaring tumbalar ham berishaveradi. Yo'q, bizga tumbani o'zi kerak, misol uchun blogda o'zi kerak desa, blogda anaqasi qilib beraveradi. Bu tumbani ham har xil rangga bo'yab berishaverasiz. Farqi yo'q ekan, tumba misol uchun menimcha hamma yoqda bir xil bo'ladi. Faqat bizda shu boshqa joylarda tumbani razmeri 2,5 stenkasi bor. Ha, 2,5 bo'ladi. Bu 4li. Bu 4ligacha qadroq bu anaqa. Mana bu. Mana bu metrimiz mana 4,5 aka mana. 4,5. Bu tomoni ham mana 4,5 bo'lyapti. Haq nazar akam aytayapti, boshqa blokka qaraganda 3D blokda misol uchun baquvvat ishlab chiqaramiz. Chunki misol uchun biz nima deydi, odamlarga shu narsani quyib beryapmiz, yaxshi xizmat qilsin. Ertadan keyin biz o'zga qayt misol uchun ashitdan blok oluvdimmi, yaxshi chiqmadi demasin, yaxshi chiqsin degan uchun o'shaning uchun cho'tki hamma razmerlarga qarab qilib beramiz deyapti. Haq nazar akam misol uchun shuncha joyda ashuncha blok turibdi aka. Hammasi klientgami aka hozir? Ha, klientga. Hammasi klientga ekan, misol uchun o'shaning uchun hamma pastda nomerlar bor, bemalol telefon qilib mana bu tomondan ham ko'rsating, bu yuring operator, mana bu tomonda o'zlarining apparati bor mana. Hozirda abishni qo'yishyapti ekan. Tribunada xudo xohlasa qo'ygan joylarni ham sizlarga ko'rsatamiz. Misol uchun mana ishonmaganlarga mana xuddi mana shu stanokda qo'yishadi. Mana o'sha apparatlarda va o'sha apparatni olishgan ekan 5 yil oldin. Juda ham bahaybat anaqa ekan, xullas. O'sha mana 3D operator vaqa keling mana. O'sha 3D blokda mana qolipi, mana xuddi mana shu qolipda 5-6 yildan beri qo'yishlar ekan, xuddi shunaqa. Rangini farqi yo'q ekan. Xohlagan rangingizni aytsangiz, tayyorlab sizga qo'yib berishar ekan. Yana bitta ma'lumot, agar xuddi shunaqa stanok kerak bo'lsa, haq nazar akam aytayapti, topib beraveramiz aka. Ha, topib beraveramiz. Menga misol uchun Telegramdan, WhatsAppdan yozishyapti. Aka, misol uchun shuni olsak bo'ladimi? Misol Qirg'izistonga, misol Tojikistonga aka blogini olib borsak bo'ladimi dedi. Blogda olib borgandan ko'ra xuddi shu stanokdan olib borsalar, sizlarga misol mana 5 yil bo'libdi, 5 yildan beri shu narsani chiqaradi, sizlarga ham bemalol xizmat qiladi. Agar kerak bo'lsa, mana xudo xolasa haq nazar akam bilan birga shu qolipini ham, stanogini ham topib sizlarga yetkazib beramiz. Mana xudo kamanzdan ko'rsatib qo'ying, yangi mana xuddi shunaqa shebenda, o'zimizda oddiy shebenda qiladi. Shebenda misol uchun necha yuz markadan ishlatasiz? 550. 550 markali, xuddi shunaqa sementlarda ishlashar ekan. Mana bu tomonda ham ashuncha blok bo'lyapti mana. Oddiy blok kerakmi? Mana buni yangi qo'yishibdi. 3D blok kerakmi? Bemalol haq nazar akamga siz, ammo ishlarga gap yo'q. Chotki, misol uchun shuncha blok ko'rgan bo'lsam, bloklarga gap yo'q. Bunaqa xuddi shunaqa blok kerak bo'ladimi yoki 3D blok kerak bo'ladimi? Farqi yo'q. Xohlagan bloklaringizni sizlarga haq nazar akam yetkazib beradi. Dastlabkasini kelishilgan holda qilamiz. Chunki misol uchun aytdimki, vohaga juda ham og'irligi nisbatan qimmat tushib ketishi mumkin. O'shaning uchun klient bilan kelishib, kelishgan holda qilib beramiz. Endi eng asosiysi narxi qanaqa deyapsiz? 2026-yil narxi ko'tarilib ketdimi deb ko'p savol beradi. Yo'q, narxi ko'tarilgani yo'q. Haq nazar ekan, mana ayting haqi. Narxi nech puldan ekan mana misol? 2900 so'mdan qilib beryapmiz. 2900 so'mdan shu oddiysi, 4 burchagi. Mana xuddi shu ko'rib turgan 2900 so'm. Sizlarda qancha kommentariyada yozib qoldiringlar, 2900 so'mdan qo'yib beryapgan. 3D blogimiz nech pul? 2900 u ham. 2900 rangsiz aka. Rangsiz. 2900 rangsiz. Rangligi 6000. Rangligi 6000. Xo'p, o'sha rangligini misol uchun sizga sariq, qora desa, uni o'zgarmaydi-ya narxi. Yo'q. Narxi o'zgarmaydi. Narxi yo'q. Narxi o'zgarmas ekan, xullas xohlagan rangingizni aytsangiz, menga shunaqa uyingizga moslab yoki shifringizga moslab shunaqa menga shunaqa rang kerak desiz, haq nazar akam bilan kelishib, aka zakaz qilsalaringiz, zakazim shuncha zakaz kerak desiz, haq nazar akam quyib sizlarga yetkazib berar ekan.
Menimcha boshqa qanaqa savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozinglar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib yetkazib, shu xalq xizmatida yuribmiz. Bu videoni misol uchun devor quryapti, misol uchun mana misol bu tomondan ko'rib tursa mana betondan quyib qo'yishgan. Bunga endi shkaturka qilish kerak, boshqa narsa qilish kerak-da. Bu 3D bloyni olasiz, bittada urasiz bo'ldi. Shu bilan butun umr sizga shu buzilib ketguncha sizlarga turib beradi, bir xilda. Menimcha bu hali beri trenddan tushmasa kerak, haq nazar ekan. Yo'q. Mana 5 yildan beri qurishyapti, menimcha stroyga hali beri trenddan tushmaydi. Bemalol kelib, misol uchun ko'rib ketishlaringiz mumkin yoki olaman desalaring, haq nazar akamga pastda nomerlar bor, telefon qilsalaring, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Xo'p, manzilimiz Oltiariqda qayerdagi? Oltiariq Palosonda Janibeki. Xo'p, Oltiariqda mana kelaman sizlar, haq nazar akamga misol nomerlarni qo'yamiz, bemalol lokatsiya tashab beradi, kelib o'zlaring ko'rib, ustida qanaqa bo'lyapti, haqiqatan shunaqami desalaring, o'zlaring kelib ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol bu videoni kimga jo'natish o'zi juda yaxshi bilasizlar. Xohlasangiz ustilarga tashlanglar, xohlasangiz qarindosh urug'larga tashlanglar. Ko'pchilik yozyapti, urgandan keyin o'g'rilarga zo'r anaqa bo'lar ekan deb. Yo'q, to'g'ri tushuninglar. Bu o'g'rilarga emas. Ko'p joydan kommentar yozishyapti-da, o'g'rilar oson chiqib ketar ekan-ku deyapti. Boshqa narsadan negativchilar bor hamishan bo'ladi. Salomat bo'lasizlar, bizni qo'llab-quvvatlanglar. Xudo xohlasa sizlarga chiroyli videolar qilib berishga davom etamiz. Salomat bo'linglar.